Digorimizga odamlar Xudo nomi bilan qasam ichamanki, Abdulmuttalib jinni bo'pti. Bunday qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Meni eshityapsizlarmi, Qurayshliklar? Abdulloh, otangga qanchalar sodiqsan-a? Yo'q. Ota, bunday qilmang. o'tinaman. Bunday qilmang. O'tinaman. Balki Parvardigor sizga yo'l ko'rsatar. Men qasam ichaman. Qasamimdan aslo qaytmayman. Abdulmuttalib, Makka hukmdori, bunday qilma, bolangni o'ldirma. Esingni yig'. Unday qilmang. Qasam ichganman-ku. Qasamim nima bo'ladi, Qurayshiylar? Abdulmuttalib, bu xolamni o'g'li. Xudo nomi bilan aytamanki, uni o'ldirishingga yo'l qo'ymaymiz. Men qasam ichganman-ku. Mughira, men qasam ichganman. So'zimdan qayta olmayman. Men Abdulmuttalibman. Yo'q, ota. Unday qilmang. U ukalarim ichida eng yaxshisi. Abdulmuttalib, unday qilma. U pushti kamaringdan bo'lgan bolang-ku. Xudo haqqi yuragimni parchalama. Diror, Zubayr, Xoris, Abdumannof, nega jimsiz? Bu birodaringiz-ku axir. Abdulmuttalib, tug'ishgan birodarim. Agar Abdullohni qurbon qilsang, bu odatga aylanadi. Xalqing sendan o'rnak oladi. Sen hammaga o'rnak bo'lasan. Abdulmuttalib, Xudo haqqi o'tinaman, bir qarorga kelmaguncha o'g'lingni o'ldirma. Qurbonni o'rniga tovon to'lash kerak bo'lsa, biz bor davlatimizni beramiz. Qurayshiylar, sizlar nima deysiz? Men Abdulmuttalib ibn Hoshim Parvardigorga bergan va'damni bajarmaydigan beburdmanmi? Marhamatli Parvardigorim menga yo'l ko'rsatdi. Uning da'vati bilan Zamzamni qazidim. Endi nima qilay? Ayting. Buni hal qilish uchun Hijozlik bashoratchiga boraylik. Undan maslahat so'ra. U qurbonlik qilishni aytsa, aytganlarini bajarasan. Agar u ikkovingiz uchun ma'qul bo'lgan boshqacha yo'lni ko'rsatsa, aytganini qil. Yaratgan nomi bilan qasam ichamanki, u eng yaxshi ko'rgan o'g'lim. Unga o'g'lim yura qol, seni qurbon qilishim kerak deganimda, u kiprik ham qoqmay, "Xo'p bo'ladi ota, va'dangizni bajaring" dedi-da, men bilan keldi. Tuyalarni tayyorlanglar. Hijozlik bashoratchining oldiga boramiz. Balki u bir yo'lini topar. Yo Parvardigor, bandang Abdullohni qutqar. Sochlarim vazniga teng oltin kumushlarni ehson qilishga va'da beraman. Ey Parvardigor, bandang Abdullohni qutqar.